ikkinchi marta уже mana shunaqa yaxshi o'ynab turgan o'yinimizda aynan Trabzonga qarshi ham shunaqa bo'lganda Beshiktoshga ham birinchi o'yinda oxirgi daqiqalarda o'tkazib yuborgan golimiz sababli yutqazgandik. Endi bilmadim. Har safar shunaqa bo'lyapti. Biz o'rganishimiz kerak. Shunaqa o'yinlarda ochko olishda Yevropa Ligasiga chiqishni xohlasak agar. Shuning uchun juda ham hamma xafa, juda alamli. Lekin shunaqa o'yinlar bizni yanada kuchliroq qiladi deb o'ylayman. Endi bu o'yindan oldin ham aytildi, shu 6 ochkolik o'yinligi hamma yomon o'ynamadik deb o'ylayman. Faqat shu vaziyatlar yaratilgan vaziyatlarda gol qila olmadik va oxir daqiqada mana shunaqa alamli gol o'tkazib yuborganimiz. Endi bu kimgadir aniq yon bosadi demagan bo'lardim, faqat hakamlik juda albatta hali bo'sishi kerak. Chunki faqat sportni vaqtlarda bermasligi, balki juda ko'p o'yin to'xtatishi ham juda yomon bu narsalar. O'yinda tempini buzadi va kelgan muxlislarga ham bu narsa yoqmaydi deb o'ylayman. Chunki muxlislar futbol ko'rish uchun kelishadi maydonga, har daqiqa to'xtayversa, o'yin to'xtayversa, bu qiziq bo'lmaydi deb o'ylayman. Juda ham muhim o'yin edi. Primoy konkurentimiz Beshiktosh. Ular ham anchadan beri yutqazmadi, biz ham anchadan beri yutqazmadik. Bu o'yin 3 ochkomiz, to'g'ri aytdingiz, 6 ochkolik o'yin edi. Bu o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. O'yin qiyin bo'ldi. Lekin ularda ham bizda ham momentlar bo'ldi. Shunaqa moment bo'ldi. Biz o'yinda o'ldirishimiz kerak edi. Gol urib. Bu narsani qila olmadik, lekin shunga qaramasdan 2-1 yutqazib turgan paytimiz, 2-2 bo'lgan payti menimcha hech bo'lmasa o'sha natijani saqlab qolishimiz kerak edi. Chunki durang bo'lsa, unaqa katta narsa yo'qotilmasdi. Lekin hozir 3 ochkoni yo'qotganimiz baribir qimmatga tushishi mumkin. Men desam bo'ladi. Alamli mag'lubiyat. Hamma 7 ochko. Lekin baribir endi futbol bu. Futbol tushunib bo'lmaydi. Bir xil payt shuncha moment qilsangiz ham ura olmay yutqazib ketasiz. Ular bitta moment urib ketishi mumkin. Nima qilamiz? Ertaga trenirovkani qilib oldinga davom ettiramiz. Zaminada bo'lgandan ko'ra Ukrainada bo'lgan yaxshiroq. Lekin o'yindan o'yinga baribir ancha o'rganib qoldim. O'zimni yaxshi his qilishni boshladim. Uje inshaalloh ishga tayyor turdim, lekin ishtanga tegib qoldim. Gol bo'lishini xohlardim. Menimcha keyingi o'yin xudo xohlasa. Umuman bitta to'g'risini aytaman, ko'rmay qoldim, lekin Eldor aka aytishi bo'yicha qo'liga tegdi. Birinchi taymda ham Selke bilan pas o'ynagan paytimiz himoyachini qo'liga 100% tegdi. Bunga aminman. Lekin bilmadim, hakamlar bermadi.